juda mashhur Skyblock. Xullas men bu Skyblockda 100 kun yashashga harakat qilib ko'raman. Qani ko'ramiz bizlar nimalar qilgan ekanmiz. Xullas bu birinchi qism. Qani go. Hop, ana kirabam orlik. Xullas qaranglar. Menda ikkinchi kun, nimagadir bu ikkinchi kun bo'lib qo'ygan, bilmayman. Mayli, hammasi tupramiz va ishni boshlaymiz. Birinchi men o'zimga tosh yasikon yasa olaman. Yo'q, nima dedim? Hop, mana, endi boshlaymiz. Buni bek qo'yamiz. Oh yeah. Endi nima qilamiz aytaymi? Ishni boshlaymiz endi. Qani, let's go. Hop, endi esa orolimizni kattalashtiramiz. Va mana, xullas bu yerda boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Ana shu yerga o'tiramizda olamiz. Qani, go. Hop, mana pickaxe'im buzildi va bizda 26 ta cobblestone bor. Bu bilan esa oh yeah. Endi esa mana temirni ham olamiz. Undan oldin esa mana bu grassni yo'qotaylik biz. Hop, endi go. Oh yeah. Xullas daraxtimiz o'sibdi jigarlar. Короче, men bu yerda yana ham kattalashtiraman. Qolgan men bu barglardan tushgan saplinglar yo'q bo'lib ketmasligi uchun. Va mana, endi esa daraxtlarni chopamiz. Va bizda 5 ta sapling bor. Endi esa bularni ekib chiqaman. Ana. Hop, bu narsa nima qilishini keyin ko'rasizlar. Bungacha orolimizni yana ham katta qilamiz. Xullas akalar, buni qaranglar, men beraman. Mana bu yerda village ko'ryapman. Menimcha biz shu yoqqa bir borib ko'rmasak bo'lmaydi. Hop, qani bo'lmasam olg'a. Va jigarlar, village bor ekan. Endi bu yoqqa qanday tushaman men? Xullas yerlamanda bitta zo'r ideya bor. Men bu komposter. Xullas bu narsa bizga bone meal beradi. Keyin esa bu bone meal bilan biz mana suvni ko'paytirsak bo'ladi, ya'ni cheksiz qilsak bo'ladi. Shunaqa. Xullas daraxtimiz o'sibdi, qani daraxtni olaylikchi. Bitta sapling. Nu mayli. Xullas vaqti ketkazmasdan tolga tosh qoziymiz, qani go. Oh yeah, ikkita daraxtimiz o'sibdi. Bularni ham astagina, to'xtaylar, bu yerda bir kattalashtirmasak bo'lmay. Va bizda 4 ta sapling bor. Endi esa yana ko'paytiramiz daraxtlar sonini. Endi esa kutamiz yerlar, daraxtlar o'sishini. Hop, qani chiqamiz. Bor yo'g'i 3 tasi o'sibdi, lekin mana bu. Hop, qani boshlaymiz. Xullas, menimcha bu daraxtlarni mana qatorasiga ekmasdan bitta-bittaga ekib chiqsam, ya'ni bu yoqqa bitta
bu yoqqa bitta va bu yoqqa bitta eksam yaxshiroq bo'lardi deyman. Shunday qilaylikchi. Mana, endi ko'ramiz qanday o'sh ekan bu. Hop, endi qaraylar, menda 30 ta oak sapling bor. Buni bone mealga aylantiramiz. Mana nihoyat. Mana bone meal. Endi qaraylar, buni qilamiz. Cheksiz suv. Qanaqasi deyishinglar mumkin. Qaraylar, o'z ko'rishdaman. Ana shuni olaveramiz xullas. Xullas, yana bitta narsani aytmabman. Mana tepada yozuvchalarga qarasanglar, bu real hayotdagi vaqt. Ya'ni 18:58, ya'ni kechki 7 bo'lyapti. Xullas, bu real vaqtda qancha vaqt o'tkazganimni bilsanglar bo'ladi. Oh yeah. Qani bo'lmasam ko'p gapirmasdan bu platformani yana kattalashtiramiz. Hop, endi ozgina tosh olamiz va o'zimizga furnace yasaymiz, ya'ni pechka. Mana bu pechka nima deb savol berishinglar mumkin. Men ham bilmayman. Xullas, endi mana bu qishloqqa borishimiz kerak biza. Nima qilib bo'lsa ham. Yana bitta daraxt ustida. Hop, endi esa akalar biza mana pastga 4 lan olishimiz kerak. Qumlarni bizga kerak bo'ladi bu keyin. Qani bo'lmasam let's go, o'shalarni olamiz. Asta sekinlik bilan. Mancha 12 ta yetsa kerak. Hop, bu 18 ta 4 bilan biz o'zimizga yebichar ferma quramiz. Yebichar. Ana. Ana. Endi men bu yoqqa ekishga narsa topishim kerak. Yo-mayo. Xullas, endi esa men o'zimga bitta mob ferma qurishim kerak. Keyin esa u mob fermadan bizga sabzi yoki kartoshka berib qolishi mumkin. Va shuningdek moblardan tushayotgan narsalar ham. Xullas, men shundan quraman. Qani go. Xullas akalar, menda resurslar tugab qoldi. Endi esa men bu o'sgan daraxtlarni yana chopib, qaytib kelaman va boshlaymiz yana qurishni. Mancha akalar, biza endi mana village ga borsak ham bo'ladi. Men bu daraxtlar o'sgancha. Xullas, bo'lmasam tosh qozamiz va bu yerdan siltaymiz. Xullas, men 1,5 ta yig'dim, endi borsak ham bo'ladi. Men bu daraxtlarni chop olib ketaylik birinchi. Qani bo'lmasam olg'a. Xullas, bu yetmay qoldi. Mayli, qaytib chiqamiz va yana olamiz. Chunki bu qishloqqa biz kelmasak bo'lmaydi. Xullas, bizda muammo bor akalar. Buni qaranglar. Menimcha biz ana shuni kutamizmi deymanda. Mayli. O'satak, hech nima ham yo'q, o'lsam ham hech bo'lmaydi. Oh yeah. Ana. Hop, endi esa kutamiz yerlar, ertalab bo'lishini. Hop, va nihoyat men yana bir stak tosh oldim, endi esa go. Hop, salkam shayqdaman. Endi pastga tushsak bo'ldi. Qani, orqaga qaytamiz. Xullas akalar, yana boshlaymiz ishni. Mana nihoyat men yana bir stak yig'dim, endi let's go. O'sha bizda 11-kun. Lekin men hali ham qishloqqa bora olganim yo'q. Va nihoyat biza keldik. Yo, buni qaranglar.
Endi lut qilamiz akalar. Xullas yerlaman. Village polni lut qilib bo'ldim, meni bilan ketamiz. Nihoyat men endi uxlab bilaman. Xullas villagedan olgan hamma narsalarimiz. Potato bilan ekib qo'yamiz va uxlaymiz. Xullas yana videomizni shu joyda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan doimday Shahinjon.